Talib, turib turinglar. Tez bo'layli. Meni kitobim. Qurdi, biz usul o'ynaylik. Ichida. Yaxshi. Siz kechikib qoldik. Boshlanib bo'ldi. To'xtanglar. Vatan qanğıcı oyna. Yeter. Yeter. Vatan. Oyun ahırlaştı. Mayli, ha? Kurban et sama başlanıp gitti. Vay hocam özümle uslu oynasam deydi. O bek somu yerken. Nasırman ka? Qaradım. Bay göktemni qılıvatdı. Bayning qo'li kesilib yana qo'zg'alibdi-da. Men bir amal topay. Bo'ldi. Bay hocam körağlab ketyapti. Bay hocam, ham yilingizga yezi bo'ling. Aminim. Aminim qani. Hoy. Ey abba. Yeter. Nasırman ka? Biz usul oynaylik-ku. Savtaga qurban etingizga muborak bo'lsin. Ha, Nasriddin efendi, men sana bir nomer ko'rsatib beray. Hey! Savtaga qaltiskansiz. Sansini sep bo'lgandan keyin ozroq ekan, tetib baqay. Albatta. Semizgan. Vay, yaxshi. Rosti semizgan emasmi? Voy, chalo. Chima urgan. Chiroyli xotin. Atti endi qo'y beqyaptamdilar. Qurban deb qoldi emasmi? Yana qo'y so'ydigan kambag'allar go'sht tarqitib Yana o gadaylar go'sht taqib beramdilar. Meni shunaqa qilsa bardamsan. Qandoq qilsam bola, beshim hajatmi qotdi. Nima degan mezlik? Bizning uyda sog'insangiz hammadan mezlik, hammadan tatliq. Nasirdan po'chilik qilma. Men kichik vaqtimda azaldan po'chilik qilmaydim. Amisa silicha cho'ng bo'lganda po'chilik qilsa bo'lar ekan-da. Bu balanisa. Sağdan sep bo'ldi. Ko'pchilik tez kelib tetib yiqinglar. Nima degan mezlik? Yana Nasirddin yaxshi. Ba'zi odamlarga o'xshamaydi-ku. Nasirman ka? Sening da'vat bilan Bay hocam bu deyman. Jo'ynima. Mening dadam undaq bexil emas. Sening dadang eng bexil odam. Undaq emas. Shu. Undaq emas. Voy, bo'ldi. Talashmanglar. Qurban yetda ko'pchilik cho'qim inoq o'tishgan. Qo'yitda men ko'pchilikning dadam taqsimlagan go'shtni cho'qim yeyilishiga kafolat berman. Unda bo'lsa biz cho'qim saqlaymiz. Nima deyapsiz? Yo'q, bundoq bo'lishga bo'lmaydi. Bir amal topsilichu. Dada, ana, men qaytib keldim. Qo'y go'shtini bo'lib bo'ldinglarmi? Dada nima degan yaxshi? Qozon go'shti. Oye, qozam asroq ye. Xotin, mening bir amalim bor. Nima? Qanday amal topdilar? Sizlar bek aqlliqchimi? Bu gadaylar sunak hajilisan. Bizning uyning sunaklarimiz bek damli.
balam çekilme. Men do'stlarimga go'sht taqib berman. Hey, olmaydı. Göğsünü ulaysa sen ne mi yeysen? Ben ne mi diyen akıllık? Bu zamanı fakat menle oylap da bağlayman. Kanda. Sta! Neymiş kılıvat sen bana? Hoppa! Süreklerini ne mi dem kömemişsen? Muallim bizga ish qolgan so'ngaklarni to'pol ko'mmasda chirim bo'lmaydi degan. Ana! Uy, qo'zam, bo'ldi. Yig'lama qo'zam. Oğlum, ben sana çoğun horasından birini tutup vereyim. Yo'q asla. Abla, kayıp tağalarının hemisi loğ köşler. Chaqirib yo'q, chiqirib go'shtni berishga bo'lmaydi. Amal taptım. Lay 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 lay. Xo'ta, ben amal taptım. Xo'jam, sizlar bek aqlliqchimi? Vah, nima degan muzlik so'zi bu? Nasriddin afandilarning so'zisi shu, muzlik. Nima degan nezlik, ha? Sağzını kösemle qo'zig'im etib ketdi. Göç tarqitimiz. Men bir ay yaqinga dağıq ketgan Katibay. Shariatning qoidasi bo'yicha bugun qurbon etak mushunda xushalliq kunlarda qurbonlik qo'yning go'shini haqam soyilag'i sadiq qilaman. Qandaq? Kuni g'aribga chiqqan o'xshamamdi. Kelinglar, hammanglar kelib turanglar. Boyxo'jamning uyining go'shini qurg'ilib turanglar. Ha, Boyxo'jam. Hay, Boyxo'jam, mana bir qoch bersa. Yo'q. Oh, Boyxo'jam. Boyxo'jam. Hammanglar go'shning mezilik purg'ini purib oldinglar-ku deyman. Hammanglar go'shning mezilik purg'ini purgandan keyin qoidasi bo'yicha ancha-muncha bir narsa berishinglar lozim-ku deyman. Qurbon et, Boyxo'jamning puraq purtishi yetib bo'lib qoldi. Unda qurbon itni tek ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sansa. Boyxo'jam, 2 kundan buyon burnim pitib qilib, hech qanday narsaning purg'ini purganmidim. Qoida bo'yicha men sizlarga hech qanday so'g'ib hamsam bo'ladigan-ku. Sen? Hemen anlap turaş. Kolumdaki bu göçünün purğunu purğan adam gün olduruştun burun sansını benim önümde apel o kılış gerek. Ben bay hesap kitabını intayin inçki kılıdığın adam. Boyxo'jam odamni bek bo'zaq qildi, Nasriddin aka tez amal topqini. Bir o'ylab boqaychi. Allah bitildi. Boyxo'jam. Nasriddin efendi, sen hazırlı sansını ip geldin mi? Boyxo'jam, men sizlarga sanzi ip kelamidim. Sizlarga tangi so'g'i qilsam qanday deydilar? Ne zor değil acaba? Nasriddin efendi, bu nima deydingiz? Boyga ma'quldimi? Boyxo'jam, tez o'ylansizlar. Nima? Sen yeni olmakçı mı? Men yeni olmayman. Biroq sizlar bu tangilarga ega bo'lgandan keyin go'shtni hammalarga taqib berdilar. Bo'ldi, endi sizlar guvoh bo'linglar. Kun o'ldirishdan burun men tangilarni topshirib olsamlar, go'shtni sizlarga ulashtirib beraman. Unda bo'lsa, Boyxo'jam, gapimiz gapchimi?